Assalomu alaykum azizlar, navbatdagi velosipedimizni bitta ukaxonimiz ishqibozchilikka bitta detallarini olib teribdilar. Biz 1 million 2 millionga velosiped sotsak, odamlar qimmatsiraydi. Bu ukaxon o'zi bitta teribdi. Mana shu bilan pakrushka, nerjaveka, spesa, qosqon, generator, bagajlargacha nerjaveka, hamma yo'g'ini nerjaveka qilib teribdi. Rabinex film ramaga terilgan, hamma yo'qniki. Ular aytib o'tishga hojat yo'q zapchasini. Biz 1 million 2 millionga sotsak, 3 millionga sotsak hamma qimmat deydi, boshqa deydi. Ukaxon ishqibozchilikka 7 million sarf qilibdilar. Ya'ni bitta velosipedni olib, bunga bitta zapchaslar to'plab teribdilar, 7 millionga tushibdi. Shuni ham bir ko'rsalaring o'zlaringga haligi bilib olsalaring bo'ladi. Ishqiboz odamga gap so'z yo'q. Mayli, mazza qilib minsizlar. Sot desa sotmadi. Mana ishqiboz. 800 mingami, 600 mingami, mana 7 millionga tushib turibdi, sotsa sotmayapti. Shunaqa velosipedlar ham bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.